Oshiqchasiga. Ochiqchasiga. Bu yana kutmasdan ketib, to'xta. Qardam edi, samanda bor, onda bor deysizmi, ko'rsatmaysan. Rosa ko'rgim keladi. Ha, to'xta, ko'ramiz bir o'tirib. Jacob. Bu yerda bilasanmi, odamlar yashayotgan joyni sразу ko'rib bilsak bo'ladi. Mana masalan, eski shaharda naryoqda Ukraina bayrog'i, ukrainец, amerikanец qo'shni ekan ular, litovец yashaydi. Keyin bu yerda mana boshqa millat vakillari ham yashaydi. Va shu ko'rsa bo'ladiki, mana shunaqa inson ekan deb. Oshiqchasiga. Ochiqchasiga. Qimmat otellardan biri bo'lmish Patsay degan otel bor. Narxlari ajoyib narx. Kuniga $1000 joy ham bor bu yerda. Kuniga $5000 joy ham bor. Eng minimum kuniga $200, $250 joy bor. Eski shaharda yurishni davom etamiz. Mana SSR payti yoki SSRdan oldin qanaqa ko'rinishda bo'lgan va rekonstruksiyadan so'ng mana qanaqa ko'rinishda. Juda ham zich mashinalar, zo'r mashinalar, shunaqa zich joylardan yurib qiynalib Videolarni turibdi. Qardam edi, samanda bor, onda bor deysizmi, ko'rsatmaysan. Rosa ko'rgim keladi. Ha, to'xta, ko'ramiz bir o'tirib. Har safar shunaqa deysan. Qatta. Uyga borsak ko'ramiz. Bu yana kutmasdan ketib, to'xta.